Assalomu alaykum aziz opa-singil kuzatuvchilarim. Bugungi videoyim siz so'ragan Napoleon retsepti bo'ladi. Yengil yo'lini ko'rsataman. Ortiqcha qiyinchiliklarsiz, tez tayyor bo'ladigan, hammada birinchi tayyorlashdayoq o'xshab chiqadigan ideal Napoleon chiqadi. Retsept o'xshab chiqqani uchun sizlar bilan bo'lishdim. Napoleon yaxshi ko'ruvchilar, videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib, videoni kuzatishda davom etamiz. Birinchi bo'lib xamirini tayyorlab olamiz. Bizga 540 gramm sariyog' kerak bo'ladi. Men sariyog' ishlatdim. Margarin ishlatsangiz ham bo'ladi. Agar margarinning foizi balandroq bo'lsa, margarin bilan ham o'xshab chiqadi. Margaringa qaraganda sariyog'i foizi baland bo'lgani uchun sariyog' bilan foydalandim. Xamir juda ham zo'r chiqar ekan sariyog' bilan. Idishga 750 gramm unni o'lchab olib, xolodilnikdan olingan sariyog'i qirg'ich ko'tatishidan o'tkazib olamiz. Un bilan sariyog'i qo'limiz bilan yaxshilab ezib, kukun holiga keltirib olamiz. Bu jarayonni tez-tez amalga oshiramiz. Qo'limiz tafti bilan sariyog' erib ketmasligi kerak. Mana yaxshilab shunaqa holga keltirib qo'yib, bir chetga qo'yib turamiz. ikki yuz ellik millilitr muzdek suv kerak bo'ladi. Men kosaga o'lchab olib, muzxonaga qo'yib turdim. Ustilari muzlashga ham ulguribdi, hech qisi yo'q. Agar oshxona tarozingiz bo'lmasa, yarim kosadan ko'proq, lekin kosani to'ldirmasdan suv olib olib, muzxonaga qo'yib olishingizga bo'ladi. Sovutib olib, ichiga yarim choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq uksus solib, 1 dona tuxumni chaqib, yaxshilab vilka yordamida aralashtirib, xamir ichiga quyamiz. Suvni quyib olganimizdan keyin mana shunaqa ko'rinishda aralashtiramiz. Xamir mushlanmaydi. Margarin yoki sariyog'imiz qo'limiz tafti bilan erib ketishi mumkin. U holda ko'proq un sarflanib ketadi. Agar unimiz ham ko'payib ketsa, Napoleon og'izda eruvchan bo'lib chiqmaydi. Xamir qattiqlashib qoladi. Shuning uchun tez-tez amalga oshiramiz bu jarayonni. Stolga olib oldim. Hamma masalliqlar bir-biriga yopishib ketsa bo'ldi. Mushlab o'tirmaymiz. Hammasini mana shunaqa bitta joyga yig'ib, uzunchoq ko'rinishga keltirib olamiz, uzunchoq shaklga. Xamirni bo'laklarga bo'lib olamiz. Men 8 ta bo'lakga bo'ldim. Listim o'rtacha bo'lgani uchun, agar kattaroq listda pishiradigan bo'lsangiz, u holda 6 ta yoki 7 ta bo'lakga bo'lishingizga bo'ladi. Men 30 ga 35 santimetrli listda pishiraman. Bo'laklarni olib, mana shunaqa shundoq zuvala yasab olamiz. Unaqa margarinli xamir bo'lgani uchun tekis zuvala bo'lmaydi. Nomiga zuvala yasab, ustini salfan bilan yopib, bir chetidan olib, birdaniga yoyishni boshlaymiz. Tindirish shart emas. Zuvalachalarni unlab olib, yoyishni boshladim. Taxminan 25-30 santimetr kattalikda yoyib olamiz. Yoyib olgan dumaloq xamirimizni ikki chetidan o'rtaga bukib, yon tarafidan ham o'rtaga yopib olamiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qolgan xamirlarni ham xuddi shunaqa qilib taxlab olamiz. Bu usul eng ishonchli, ham tez tayyor bo'ladigan, ham juda ham mazali chiqadigan Napoleon retseptlaridan biri bo'ladi. 8 ta bo'lakni ham xuddi shunaqa qilib yoyib,
buklab, taxlab, laganga terib olib, ustini selofan bilan yaxshilab o'rab, 2 soatga muzlatgichga solib qo'yamiz. Bu jarayonni kechqurun tayyorlab qo'yib, ertasi kuni pishirib olishingizga ham bo'ladi. Bir kecha xolodilnikda tursa, yanayam zo'r chiqadi xamirlari. Men tezroq tayyorlashim kerak bo'lgani uchun shoshildim. 1 soatgina ushadim xolodilnikda. Ozgina sariyog'lari qotmaganidan keyin olib yoyishni boshladim. Xamir yoyayotgan paytimizda duxovkamizni yoqib, qizdirib qo'yamiz. Sababi qizigan gaz duxovkasida pishirsak, Napoleon xamirlarimiz kumir-kumir bo'lib zo'r chiqadi. Agar listingiz dumaloq bo'lsa, dumaloq qilib yoyib olishingizga bo'ladi. Men to'rtburchak listda pishirganim uchun xamirni to'rtburchakroq qilib yoyishga harakat qildim. Ko'rganingizdek, xamirni yupqa qilib yoyib olib, listga olamiz. Listni orqa tarafida pishiraman. List yog'lanmaydi. Toza, quruq listga xamirni yoyib olib, ustini nomiga jo'va yordamida tekslab olamiz. Chetlari ko'rganingizdek listdan kamroq tushib turibdi. Pichoq yordamida kamroq joyini kesib olib tashlaymiz. List bilan baravar kesilmaydi, kamroq tushib turibdi. Shu holicha qoldiramiz. Margarinli xamir bo'lgani uchun kamroq kirishishi mumkin. Shuni hisobiga listdan kamroq tushirib kesdim. Ustini vilka yordamida sanchib qizigan gaz duxovkasiga solamiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 200 gradusda 10-12 minut davomida pishishi mumkin. Tepa pastini yoqib pishiramiz. Har doim duxovkada pishirardim. Bu galgi Napoleonni pechda pishirdim. Tepa pastini yoqamiz albatta. Shunda ustida pufeychalar paydo bo'lib, bir xil singib pishadi. Go'shtlarni pishirib oldim. Ko'rganingizdek, kirishmagan qandoq kattalikda bo'lsa, xuddi shundoq pishib chiqdi. Juda ham sinuvchan, yengil, воздушный deymiz-ku. Pufeychalari shundoq qo'lingiz tegsa, sinib ketadigan darajada. Xamir chetidan ortilgan ortiqcha bo'laklarni alohida pishirib olib, qo'limiz bilan ezib maydalab olamiz. Endi kremiga kirishamiz. Krem uchun bizga xona haroratida yumshagan 180 gram sariyog' kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek, yumshoq sariyog'. Buni uzog'i bilan 2 minut mikserlaymiz. 2 minutga yetmasligi ham mumkin. Juda ham ko'p mikserlashimizga bo'lmaydi. Sariyog' burdalanib ketishi mumkin. Mikserlashni to'xtatmasdan 1 litr sug'ushonkani kam-kamdan quyib, mikserlashni davom ettiramiz. Ko'pincha qizlar kommentariyada so'rashadi, menda krem o'xshamadi yoki burdalanib qoldi deb aytishadi. Buning sababi ikkala mahsulotingiz ham bir xil xona haroratida turgan bo'lishi kerak. Ya'ni bittasi xona haroratida yoki bittasini xolodilnikdan olib ishlatsak, kremimiz buziladi, u holda o'xshamaydi. Shuning uchun oldindan ikkalasini xolodilnikdan olib qo'yib, xona haroratida qoldiramiz. Shu paytda kremimiz o'xshab chiqadi. Go'shtlarni yig'ishni boshlaymiz. Kremimiz barakali, bemalol ko'proq qilib surib, ustma-ust taxlab chiqaveramiz.
Har doim Napoleon tayyorlaganingizda sugushonkani 1 litrdan kam ishlatmasligingizni tavsiya qilardim. Napoleonimiz sugushonka bilan yanayam mazali zo'r bo'ladi. Faqat sugushonkani o'zini surishimizga bo'lmaydi. Napoleonimiz xona haroratida turgan paytda sugushonka yanayam suyuqlashib, oqib ketishi mumkin. Shuning uchun sariyog' qo'shib mikserlasak, quyuqligini ushlab turadi. Keyingi videolarimda Choco Napoleonni ham eng ishonchli retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Kanalimga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. 7-qavat korjni ham yaxshilab kremlab olib, 8-korjni qo'yib, ustiga listni qo'yib, bostirib olamiz. Bosganimizning sababi korjlar bir-biriga yopishib, kremlar singib, yana ham mazali bo'ladi. Endi ustini qolgan krem bilan tekslab olib, maydalab olgan kukunimizni ustilariga sepib chiqamiz. Bu Napoleonni balandligi ham balangina, bemalol bayramlarga, mehmondorchilikka tayyorlashingizga bo'ladi. Sizni uyaltirib qo'ymaydigan Napoleon retsepti bo'ladi. O'xshab chiqqani uchun sizlarga ham ilindim. Video sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursand bo'laman. Bu usul bilan albatta bir bor bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Sizni eng yaxshi ko'rib tayyorlaydigan Napoleon retseptingizga aylanishiga ishonaman. Tayyorlab bo'lgandan keyin kamida 3-4 soat xolodilnikda tursa, yana ham kremlari singib, mazali bo'lib turadi. Men videoga olganim uchun tezroq oralarini ham kesib ko'rsatishga shoshildim. Kesilish tovushiga ham ahamiyat bering. Juda ham mayin, qarsildoq, og'izda eruvchan, kumir-kumir Napoleon bo'ladi. Choy bilan ichishlik. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videoni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoning tagida opisaniyada yozib qoldiraman. Master-klass darslarim ham bo'lib o'tadi yaqin kunlarda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.